75.500 dollarga Toshkent shahridan 3 xonali kvartira tayyor patkulush sotilyapti. Beltepaga kelganmiz, yangi novostroykamiz 3 xona 66 7 kvadrat metr barcha mebel texnikasi bilan birgalikda 75.500 dollar. O'zini alohida parkovkasi ham bor. Bemalol mashinangizni qo'ysangiz bo'ladi, sizdan boshqa hech kim qo'ymaydi. Katta ko'chaga 200 metr o'ngga ketsangiz, Hasanboy chapga ketsangiz O'yizorga ketasiz. Xo'p, mana shu novostroykamizni 5 etaji bo'ladi. Ichkarilarni bitta obzor qilib beraman. Kirganimizda o'ng tarafda yumushxonasi keladi, sanuzel alohida qilingan. To'g'riga o'tganimizda oshxona keladi, mebel, texnika, gaz, xolodilnik hammasi qoladi. Xo'p, eshikdan kirib to'g'riga o'tib o'ng tarafda yotoqxona keladi. Kattalar uchun yotoqxona, mebel texnikasi ham qoladi. Xo'p, chap tarafda bo'lsa bolalar uchun xona, kravatlari hammasi qoladi. To'g'rida bo'lsa kattagina mehmonxonamiz, divan, kreslo, undan tashqari qilib qo'yganlar. Mana shu konditsioner, televizor, mana shu pardalar hammasi qoladi. Narxi aytib o'tganimda 75.500 dollar, 66 7 kvadrat metr. Qiziqqanlar uchun har doim opisiyaniyada egalari raqam bo'ladi. Uyimizning lokatsiyasi Telegram kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa zo'r variantni o'qib olmaslik uchun mana Instagram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bunaqa arzon narxda uylarni men juda ham ko'plab qo'yaman, ulgurib qolasiz.